Mana amakimiz Baxshiboning xonadoniga bugun yaxshi niyat bilan kelganmiz. Mana xonadonida mehmon bo'ldik. Mehmon bo'ldik. Mana hovlilari, mana shu yerda yashab o'tgan buyuk inson O'zbekistondagi mana birinchi baxshi, O'zbekiston xalq baxshisi unvonini birinchi bo'lib olgan Shoberdi buva amakimizning xonadonining hovlisida turibmiz. Mana nargi betda qabristonga bir katta bir ko'prik qurdirgan. Hali shu ko'prikdan o'tish niyatimiz bor. Mana borish niyatda turibmiz. Mana shu Mo'nchoq qishlog'i Baxshiboning eng mana shu katta bo'lgan, mana shu yerda yashagan qishlog'i, atrofi mana tog'lar bilan o'ralgan, oppoq cho'qqilari bulutlar bilan qoplangan mana shu Boysun tog'lari mana qad ko'tarib turibdi. Mana bu Mo'nchoq qishlog'i hamma tomoni go'zal, tog'lar bilan o'ralgan bir go'zal joy, asfaltlangan, yo'llari tekis, obod qishloq. Mana biz ham o'g'illarimiz bilan kelib mana shu ko'prikdan o'tish niyatida mana jo'nayapmiz. Ha. Omon bo'ling, kelin. Rahmat. Mana. İtarib ko'ringchi. U nargi betda shu qishloqning qabristoni joylashgan. Mana shu qabristonga katta ko'prik qurdirgan buvamiz O'zbekiston xalq baxshisi astaragida. Mana shunday bir tabiatan bir go'zal bir qishloq. Mana bahorlarda pishqirib oqadigan mush daryoga, Surxon daryosiga mana shu bo'ysunmagan daryoga ko'prik qurdirgan inson. Mana shu ko'prikni ko'rib turibmiz. Mana shu mashina bilan shu ko'prikdan bitta o'tamiz. Mana buvamiz qurdirgan ko'prikdan o'tish niyatidamiz. O'tadi. Haydi. Mana ko'prikdan o'tyapmiz. Sig'am ekan? Sig'am. Haydi. Mana katta ko'prik, texnika o'tadigan ko'prik. Mana o'tyapmiz ko'prikdan. O'z qo'li bilan qurgan ko'prik. Xalq uchun, el uchun, vatan uchun qurgan. Nartamdan burib kelasiz. Burib kelasiz. Bu yerdan buriladi deyapti. Pastdan bursangiz ham bo'ladi ya. Hamma yerdan kengchiroq yo'l. Mana daryoning bo'yidan mashinani aylantirib olyapmiz mana. Keng joy bor ekan, mana keng joy. Mana tomondan aylantirib, mana juda bahor paytlari pishqirib oqadigan daryo. Hozircha suvi kam. Yanvar oyining 2026-yil 13-yanvar kuni mana shu yerda turibmiz. Toshaganda mana undayga o'ng tomonga aydaysiz. Olisdan kel, razg'amini chiqasiz. Olisroqdan kel. Mana o'ngga burib ber. O'ngga burib. Mana ko'prik. Tushasizmi yo shunday o'tib ketamiz? Bo'ladi, yo o'tib ketamiz. Qaman qayerda? Mana ko'prik. Mana ko'prikdan o'tyapmiz. Qaytishda yana razg'amini haydaysiz, podyomdan. Bo'ladi. Qo'l bilan qurilgan, qo'l kuchi bilan. Razg'am. Yek aldın mı? Ya. Baxshiboning uylari.
Keling Kamolboy, ketdik. Ana Moncha qishlarining Baxshiboy yashagan uyning qo'shinlari. Şuapı korktun o. Korktun o. Ha, endi. Podyomdan. Yo'q, men Ha. qo'rqqanim yo'q, otam yonimda bo'lgan. Bo'lmasa qo'rqaydim-da. Ha, salgana. Podyom joydan chiqdi ko'prikdan keyin. Shapka buring. Mana do'konlar, mana Moncha qishlog'i Yeki bilan juda bir chiqdilar. go'zal joy. Çıkmaydı nuri. Yeki bilan chiqmayapti. Asfalt. Yo'llari keng, ravon. Ha. Bloger sharlayapti, bloger. Mana Toshkent Termiz yo'lining 6-skor bilan chiqdi. yaqinida joylashgan Moncha qishlog'i 8ta skorida. Baysin tumaniga qarashli. Amakimizning mana xonadonida mehmon bo'lib mana qaytyapmiz. Mana go'zal Moncha qishlog'ining manzaralarini ko'rib turibsiz, manzaralari. Bilganimiz 50 kilometre. Juda go'zal joy ekan. Qoyalari uzoqdan qoyalari qad rostlab turibdi. Daraxtzor, suv mo'l, go'zal Moncha qishlog'ini oralab katta yo'lga tushmoqdamiz.